do'stlar, bugun men sizlarga Minecraftga qanday qilib skin o'rnatishni o'rgataman. Aynan mana shu Minecraftga ana shunga. Buning uchun bizga internet kerak. Internetsiz o'zbekning ishi bitmas. Skinga kiramiz. Buning uchun o'zida skin pack bo'lishi kerak. Skin pack mana. Hozir masalan favorit tugmasini bosib o'zingiz yoqqan skinni mana qilishingiz mumkin. Yoqtirgan skiningizni belgilashingiz mumkin. Shu orqali skin pack tuzasiz. Mana bunga tuzish juda oson. Shundan so'ng chiqasiz va Minecraftga kirasiz. Bu Adhar Craft va boshqa craftli o'yinlarda ish bersa ham kerak. Menimcha shu yangi versiyadagi. Kirganingizdan so'ng dress room'ga kirasiz, ya'ni liboslar bo'limida qisqartirib aytganda. Minecraftga internet bilan kirishingiz shart, bo'lmasa ish bermaydi. Vaqti bosganingizdan so'ng qanday skinlar. Bir daqiqa mana chiqib olsin. La'nata kirsangchi. La'nati chiqmayapti. Mana chiqdi. Desronga kirasiz. Skinga mana shunday chiqadi. Skinlaringiz o'rnatishingiz mumkin. Keyin mana shu tugmani bosishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng sizning skin packingiz ko'rinadi mana. Masalan, mana bu Equidni bossangiz skin o'rnatiladi. Bunga xohlasangiz mana bu ham o'rnatishingiz mumkin. Legendary yopinchiq o'rnatishingiz ham mumkin. Mana Equidni bossangiz tayyor bo'ladi. Buni faqat internet orqali bajarish mumkin. Internetsiz kirsangiz ish bermaydi. Uning uchun akkaunt kerak bo'ladi. Mana tayyor va size tayyor bo'ladi skinlaringiz. Undan keyin
Craftsman'ga ham o'rnatishingiz mumkin. Eski versiyadagilarni. Craftsman'ga ham o'rnatish mumkin. Uning uchun internet shart emas. Craftsman'ga kirasiz. Faqat Craftsman'da ish beradi. Minecraft'ga nimagadir ishlamaydi. Minecraft'ga u yangi versiyadagi skinsga kirasiz, buni bosasiz va galleriyaga kelib chiqadi. Sizning suratlaringiz. Mana kirasiz. Skin o'zingizning skiningizni bosasiz. Xohlagan skinni tanlaysiz. Masalan, artifact skin deyilgan. Mana Alex yo Steve. Steve qiz bolalar uchun Alex, o'g'il bolalar uchun Steve. Bosasiz va tayyor o'rnatildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana artefakt. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Xayr, sog' omon bo'ling.